Assalamu alaykum qadri baland qadrdan obunachilarimiz. Yana Kamina Kamtarin Saloyev Mahmudjon huquqshunos yurist sizlar bilan birgalikda bugungi mavzumuz farzand olib asrash yuzasidan suhbatlashamiz. Ko'pchilik Mahmudjon og'a farzandni nedan olib asrasam bo'ladi, qanday tartibda uni hujjatlari rasmiylashtiriladi degan savollarni beradilar. Agar yana shuningdek hozir suhbatimizda sizda savol tug'iladigan bo'lsa, kommentariyada yozib qoldiringlar. Men albatta javob berishga harakat etaman. Yoki bo'lmasa, biz yana call centerimiz operatorımıza bağlanın. Biz yani operatorlarımız siz bilan bağlanıp durup sizlerin savollaringizni imkon kadar cevap beradi ve mutaxassislarimiz bilan bağlap berishga harakat etadi. Demek mavzuga to'xtalamiz. Farzandni qanday tartibda asrab oladilar? Farzandni o'zi ikki xil yo'l bilan asrab olish mumkin. Birinchisi, o'zingizni yaqin bir qarindoshlaringizdan farzandni topib, ya'ni yaqin bir qarindoshlarınız size farzandini berishga rozi bo'lsa, buni fuqarolik soti orqali hal qilish mumkin. Opa-singlingiz, aka-ukangiz, yaqin bir birodarlaringiz, "Men farzandimni sana beraman, sen farzand ko'rmading, o'g'il farzand yoki qiz farzand ko'rmading" deb o'zi rozi bo'ladigan bo'lsa, bunday tartibda farzandni olib asrash yengilroq bo'ladi. Ikkinchi yo'l esa davlat muassasalarında tarbiyalanib turgan farzandlarni olib asrash. Bunday holatda birinchi navbatda davlat muassasalariga murojaat qilish kerak bo'ladi. Sizni ro'yxatga qo'yadi, sizni ro'yxatga qo'yishdan oldin hujjatlaringizni, loyihalarini rasmiylashtiradi. Keyin sizni navbatingiz kelganda davlat muassasasidan size farzandni beradilar. Ya'ni buni sud orqali hal qilinadi. Birinchi navbatda farzandning manfaatlari eng ustun ko'riladigan holat shu. Farzandning manfaatlarini birinchi navbatda birinchi o'ringa qo'yiladi. Agar siz o'zingizni yaqin qarindoshingizni farzandini olib asramoqchi bo'lsangiz ham buningdek holatda asrab olmoqchi bo'lgan ota-onani oldin sotlanmaganligi, narkologiyada uchotda durmaganligi, spid kasali bilan kasallanmaganligi, buni qandaydir ota-ona farzandni olib asragandan keyin ota-ona o'lib qoladigan bo'lsa, bu farzanddan meros qoladimi, yo'qmi, shu narsalarni ham sotda görüp çıkıladı. Sizni o'zingiz farzand asrab olmoqchiman deb doğrudan doğru harakat qiladigan bo'lsangiz, adam savdosi degan narsa bor. Ya'ni shuningdek qonun farzandni o'zaro kelishuv asosida pul evazini oldi sotdi qilmoqchisiz deb ustingizdan jinoyat ishi qo'zg'alishi mumkin. Shuning uchun farzand olib asrash masalasi o'ta og'ir, qiyin masalalardan biri hisoblanadi. Aynan men shuni deb bilaman. Buni men amaliyotda ko'p o'tirganmiz. Sizni o'zingiz hujjatlarni loyihalashtirib bilmaysiz. Birinchi navbatda shu narsani diqqatli bo'ling. Siz qaysidir bir mutaxassisga murojaat qiladigan bo'lsangiz, farzandni, ota-onasini loyiha hujjatlarini tayyorlab, fuqarolik ishlari bo'yicha sotuna kiritadi. Fuqarolik ishlari bo'yicha sotunda bu yopiq sot majlisida ko'rib o'tiladi va birinchi navbatda farzandning manfaatlari birinchi o'ringa qo'yilgan holda ko'rib chiqiladi yopiq sot majlisida. Agar sot farzandni sizga olib asrashingiz mumkin degan qarorga kelsa, karar çıkardı. Karar çıkarganda bu bir ay içinde güçe giradi ve fıkhıdiya organına barıp siz farzandingizni o'zingizning nomingizga doğrudan doğru rasmiylashtirib olasiz. Mazkur sotni chiqargan hal qilib qarorini asosan. Buningdek holatlarda siz qiyinchilikka uchramayman desangiz, albatta shu sohada shug'ullanib yurgan bizga deyin bir mutaxassisga murojaat qilishingizni tavsiya qilib qolaman. Demak, farzand olib asrash yuzasidan savollaringiz bo'ladigan bo'lsa, shunga o'xshash qiziqarli savollaringiz bo'ladigan bo'lsa, kommentariyada yozib qoldiringlar. Imkon qadar sizlarga to'liqroq javob berishga harakat etamiz.